Asakada Akmaljon aka sizda Akmaljon aka keldi. Babo mashinasiga tunuka qo'yib berdik. O'yinimizda ishtirok etyapti. 50 bitta 100 dollar. Aka, men aralashtirib olaman. Siz raqam ayting. Birinchi bitta aytamanmi? Yo'q, ikkita, tenlarga aytaver. Xohlasangiz 1, 2 deyin, xohlasangiz 10, 11 qizig'i yo'q. Bitta chiqib qoldi. Asl joyiz bo'libdi bir. Ayting aka. 66. Ha, 55. qaysi tomondan sanab bering? Asl boshdan. 55 birinchi, 66 ikkinchi. Ya 66 birinchi. Ya birinchi 55 keladi-yu. 66 sanoyli birinchi. Birinchi 66'ga 200'ga olsanız. Qarang, birinchi ba'zi 55 keladi-da. Qayerda 50? Bo'lsam 50, bo'lmasa 66 dan tepa raqam aytishsiz kerak-da. Bu 55 sanoyli. 55 dan keyin 66 keladi, iloji yo'q. Birinchi 55 keladi. Xo'p, birinchi 55 ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 deyken. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ha? 55. Keyingisi 66. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Men ham dollar chiqqandan keyin xotirjam sanayman-da. O'tib ketgandan